هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Qadrli, hurmatli ko'ruvchilarimiz. Mana bu Rasululloh programmamizning 13-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, bu ulug' muborak oyning boshlanishi bilan huzuringizda bo'lib o'tgan har kuni shu soatlarda huzuringizda bo'lib o'tgan bu programma o'xshash soatda davom qilib o'tadi. Bu muborak oyning, bu go'zal oyning sharofatidan ham bahrlangash huzurunu sürgeç Allah ata qilgan bu mübarek kunlarda saatlarda bizga yo'lboshchi bo'lgan bizning suyumli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ana shu go'zal axloqini, ish harakatlarini o'zimizning hayotida tatbiqlab, o'zimizning hayotini texnik go'zallashtirish maqsadida boshlangan programmamiz har mavzuda har bir programmamizda bir mavzuni tutgan asosda davom qilib kelyapmiz. Programmamızın daimlik mehmeni hammalar tanışıp bo'lgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi da'vatchi ustoz Habibulloh Ko'sanining taklif qilib, qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun oldimdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarga ham ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat, Alloh razı olsun. Ustoz bevosita programmamizga kirsak, har qatimqadek har bir bölümde Rasululloh bilan bir mavzu qilyapmiz. Bugungi temamiz bo'lsa Rasululloh va kambag'allar temasida to'xtalaylik deb shu yerga keldik. Oldi bilan programmamizga temamizga kirishdan burun qadrli qarindoshlar, ekran oldida chiqib turadigan nomerlar orqali aloqador bo'lgan mavzumizga aloqador bo'lgan savollarni so'rashinglarni ko'plagan qarindoshlarimizning ham foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi temamiz bosh mavzumuz Rasululloh va kambag'allar. Albatta har qanday bir jamiyatda har xil tabiqada bo'lib yashaydiganmiz inson bo'lish sifatimiz bilan biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizga yo'lboshchi bo'lgan rasulimiz kambag'allarga, ojizlarga, yo'qsullarga qanday muomala qiladi deb bu haqda biz va shunda yashagan biz agarda shunda ko'rilmalarimizning ichidan haqiqiy kambag'al yashayotganlar bo'lsa, bular qanday pozitsiya tutish kerak? Allohning bu ato qilgan narsasiga, bu taqdiriga, bu kambag'allik taqdirmi yoki inson o'zi o'rinliqidan paydo qilib olgan narsami bu temalarda paranglashimiz. Bevosita oldi bilan biz programmaga shu dinimizda kambag'allik degan bu narsani, bu hukmni kambag'allik degan nima bu to'g'risida shu yerdan kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Alloh subhanahu va taolo mush ulug' ay, ulug' kunlarda hammamiz ro'za tutib, tan ro'za tutib, hozir hammamiz boyma o'xshash, kambag'alga o'xshash bo'ldik. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. To'g'ri hamda biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan Rasulullohning mush kishilik hayotini bilish va kishilik hayotidagi Rasulullohning boshqalar bilan bo'lgan aloqasini, muomalasini bilib, shu bo'yicha yashash har bir musulmonninki dinining bir qismi hisoblanadi. Ham bak dinning eng muhim qismi hisoblanadi. Hamda Rasululloh kambag'allarga qanday muomala qiladi, boylar bilan, musibat ahli bilan degandek buni deyishib kelyapmiz. Maqsad Rasulullohning kimligini va qanday muomala qilganligini va Rasulullohning naqadar esil zot ekanligini o'tirib chiqarishamiz. Xo'sh, endi bugun shu kambag'allik degan nima desak, hamda buni arabchada faqir deymiz, uyg'urchada faqir deydi. Bu aloqa kambag'al deganimiz topqini asosliq ehtiyojiga yetmaydigan odamni biz kambag'al deymiz. Masalan, bir odamningki oylik chiqimi normal, masalan, uy ijarasi Turkiyaga qolsa 1000 TL. Faturasi chiqadi 200 TL gaz su. Tamaq yemek içmek için 500 TL ketdi desek, şuna qo'shilib hammasi 1700 TL oylik chiqim bo'lsa, bu adam 1000 TL yoki 600-700 TL topalaydi. Mana bu odamni kambag'al deymiz. Endi bu yerda bir deb qo'yilgan ish bu kambag'allikmi endi? Ba'zilar taqdirining
o'rinlashtirish bilan bo'ladigan kambag'allik. Ya'ni bunda deganlik Alloh subhanahu va taolo bu insonni yaratishdilar ma'lum ojiz yaratgan. Ya meyip yaratib qo'ygan. Shuning bilan bu shu taqdirning o'rinlashtirishi meyip bo'lib qolgan. Ya bo'lmasa har meyip kambag'al emas-ki. O to'g'ri. Lekin ba'zi meyiplar ishlab o'zininki oila ehtiyojini qondirolmaydigan bunday. Albatta meyip bo'lsa-mu, ba'zi meyiplar mahorat o'rganib shundami? Bizning natijasida utuq qozongan meyitlarga. Onun başqa nurg'un meyiplarni o'qimiz. Masalan, Saudiya Arabistonininki sobiq muftisi Ibn Baz rahmatullohi alayh shundoq butun dunyo e'tirof qilgan bir diniy zot edi, ammo ko'zi ko'rmaydi. To'g'ri, meyiplik o bir nima emas hamda, lekin ko'pincha holatda hamda bular taqdirning o'rinlashtirishi bilan meyip bo'lib qolgan, kambag'al bo'lib qolganlar. Ya'ni ming tirishsimi, ming qismi shu sharoit cheklimasi bilan o'zining ehtiyojini qamday olmaydiganlar. Hem birisi ma g'ururlikdan kelib chiqadigan kambag'allik hamda. Ma bak muhim hamda. Ma shu g'ururlikdan kelib chiqadigan kambag'allik bu shu odamning peshonasiga bir numus hamda. Bunu bilsa. Chunki g'ururlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har 5 namozdan keyin panoh tilagan eng yomon illatlarning birisi. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal degan payg'ambar. Her 5 vaqt namozdan keyin. Ey Alloh, men yaramas odam bo'lib qolishdan, ajiz degan qulda ish kelmaydigan, yaramas odam bo'lib qolishdan va g'ururlikdan panoh tilayman. Shuning uchun ulamolarimiz mushnunga, mushu g'urun ishini tuzuk qilmaydigan, hunar o'rganmaydigan, bilim o'rganmaydigan, tirishmaydigan ma kambag'allikni biz hozir kambag'allik deb qo'yamiz, lekin ma'u kambag'allik yoki fiqrlik, kambag'allik taqdir emas degan bu so'zni bu uqumdan tushunasiz ekanmiz. Yana bir ko'nlarni bir gap bor. Yaratishni men yaratdim, yarilishim o'zanga degandekchi. Bu dunyo Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni sabab natija dunyosi qildi. Laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bir oyat bor. Sizlar nima qilinglar? I'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu. Siz tirishib ishlanglar, amal qilinglar, Alloh Allohning rasuli ko'radi degan gap, buning natijasi chiqdi degan gap. Allah bu dunyoni shunday yaratdi. Shuning uchun masalan ba'zi bilimiz zodi bu chuqum yordamga ehtiyojli hech qanday bir narsa topolmaydigan odamlar bo'ldi. Bu taqdirni o'rinlashtirishi o odamlar Allohning mash o'rinlashtirgan taqdirga rozi bo'lsa, biz quldan kelganlar yordam qilsa bo'ldi. Ammo miyada kambag'allik g'ururlikdan kelib chiqqan. O'rganmaslikdan kelib chiqqan, tirishmaslikdan kelib chiqqan kambag'allik bo'lsa, ma'lum bo'lmaydigan ahvol. Ham nimishqa degan chaqda meniki bu yerda jamoatga devoldig'im. Qardoshlar, har bir musulmon islomning bir elchisi. Xo'sh. Ya'ni Qur'ondagi islom musulmonlarning ish harakati bilan ifodalandi. Ya'ni islom bor, Qur'onda bor islom, ammo buni ifodalash, buning yaxshi tarjimon bo'lish, buning yaxshi elchi bo'lish, bu islomning yaxshi advokati bo'lish bizning vazifamiz. Tamam. Endi bizning qo'limizda iqtisod bo'lsa, bizning qo'limizdan bir ish kelsa, qo'limizda bir mahorat bo'lsa, bu nayt yaxshi musulmon bo'ldi. Bu bak muhim. Ya'ni islomning obrazini shu hadisda balkim al-mu'minul qawiyyu khayrun minal mu'minid da'if. Kuchlik musulmon iqtisodda, jismoniy jihatda, iymonda, mahoratda kuchlik musulmon, ojiz musulmon Allohga suyumlik degan shu. Shuning uchun bizning boshqalar bizning dinimizga dunyoda yaratgan utug'imizni qarta baho berdi. Bu muhim. Bizning yaratgan utug'imizni qarta baho berdi. Voy islomda va Qur'onda va deb hammamiz kashfazlar yursak, bu islomni hech kim da'vo, hech kim nima qilmaydi. Tamam. Voy Qur'on bizning hammamiz Qur'onda bor, bizning to'g'ri deb qo'yib, hatto chapanning tugmasidan tortib, oyoqning bo'qqinchilik haqida yasaqan narsani ishlatib yursak, haqlar bizning ko'zga ilmaydi. Shuning uchun shu musulmonlar amal ba al-yadul ulya xayrun min al-yadus sufla. Olgan qo'ldan bergan qo'l afzal.
Buni bilishimiz kerak. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam duo qanchaqda duo. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Duolarining duosi mava. Eng katta duo. Ey Alloh, mush dunyodan men yaxshilik ato qilgin, oxiratdan yaxshilik ato qilgin, do'zax azobidan saqlagin. Ya'ni bu dunyoda Allah Peygamber Aleyhisselam kambag'allikdan panoh tilgan, qarzdorlikdan panoh tilgan. Bu nima deyilsa islom buni yoqilmaydi. To'g'ri. Hatto kambag'allik kufrga yaqindir. Kadal faqru ay yakuna kufra. Kambag'allik kafir bo'lishga oz qoldi deb. Chunki yo'qsizlik seni iymoningni, vataningni, vijdoningni setishga majburlaydi. Shuning uchun inson amal va qo'ldan kelish xizmatning o'zi bizga ibodat inshaalloh deyishimiz. Faqat mishada taqdirning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan kambag'allik bilan uğurluqdan bo'lib chiqqan kambag'allikni musulmonlar farq etishi, birinchisi Allohning taqdiri, ikkinchisi inson uchun numus. Xo'sh, endi deganlaridek har qanday bir jamiyatda biz yuqoridagi o'tgan tunugungi darsimizda biz sinoq imtihon dunyosi ekanligimizni masalasida to'xtaldik. Ya'ni imtihon qilinishimiz uchun chuqur kuchliklar bilan ojizlarning bo'lishi kerak, boy bilan kambag'al bo'lishi kerak. Bir-birisining haqqini qanday ado qildi? Biz shu shaklda sinoq qilamiz hamda kambag'al o'zining kambag'alligi bilan buni qanday sabr qilishga siniladigan gap. Boylar qanday pulisning haqqini beryapti bu shaklda sinilamiz hamda. Endi Rasulimiz kambag'allarga qanday muomala qiladi desak. Albatta Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yani kambag'allarni ko'rgan vaqtida chiroyi o'zgarib, ko'ngli yerim bo'lib, tit bo'lib ketadi. Yani bu kambag'allik mundaqchada bir ijtimoiy kasal, hammamiz bilamiz. Shuning islom dinida zakotdan iborat bir tuzum bor. Islomning 5 prinsipi, 5 turkidan birisi zakot. Bu zakot asli islomda mash kambag'allikni to'kitishninki eng unumli chorasi. Shuning dunyoda musulmonlar biz qo'rqmay deyalaymiz-ki, boylar zakotdan to'liq olsa yer sharida kambag'al qolmaydi. Masalan, bizning bir vatanda bizniki rayon bo'lingan chaqda eng kichik rayon Yezg'o hamda. Yeza. Kanit deb qo'yamiz-ku. Kanit. Men %100 aytman, shu kanitdagi boylar 2,5% zakotni dehqonlar o'shirini olsa, ash kanitda kambag'al qolmaydi. 2,5%. Agar bir nahida shu nahining boylari zakotini olsa, kambag'al tutilay tugaydi. Islomning maqsadi kambag'alni tugatish. Hozir dunyoda nima uchun kambag'al bor deslar? Biri kambag'alning haqqini yeb oladi. Ikkinchi shu asosli shu zakot kambag'alning tegish haqqini boylar bermaydi. İyilib ketadi. Shuning uchun islom dinimiz bu kambag'allikni asosiyatini tugutish uchun zakotni o'tirib qo'ygan. Ana Payg'ambar alayhisalom haqiqatan bu ahvollarni ko'rgan chaqda turolmaydi, ko'ngli yerim bo'ladi, chiroy o'zgarib ketadi. Bu vaqtda bir vaqalik bor. Jarir radhiyallohu anhu shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kunda bu kun endi tahbi kun tusholmay turiblar. Et deganda tusoq, puti yalang'och, badanda kiyimi yo'q. Yalqi olchipa yungni mundaqlan bir dumbisiga otib olgan. Bir siziq qora, bir siziq oq. Işte olchipa bir narsani nem qo'ygan, shunday bir odamlar keldi dedi. Kelgandan keyin payg'ambar ular qilishlarini esib olgan dedi. Xo'sh. Ham ko'pinchisi yoki hammasi Mudar qabilasidan. Şan Peygamber sallallahu chiroyi o'zgarib ketdi dedi. Yani qaraslar shundoq kishilar qilishni esib olgan, yani mujohidlarda qildi bu. Ammo kiyimim yo'q, putida oyog'im yo'q. Shunda bichara odamlar dedi. Shundan Peygamber sallallahu alayhi vasallam bulardagi bir muhtojlikni ko'rib, birdam uyga kirdi dedi. Birdam chiqdi dedi. Yani joy turamdi da Peygamber alayhisalom. Shuning bilan Bilalga deb azan to'layadi dedi. Yani öz vaqtida namozga azan to'lsa Allohu akbar deb to'laydi. Bunda muhim ishlar o'qasa as-salatu jami'a deb to'laydigan bir. Uni azan deb ataydi. Kishilarni chaqir deb Bilal raziyallohu chaqirdi. Chaqirgandan keyin shundan payg'ambar alayhisalom namoz vaqti bo'ldi, namoz o'qidi. Ondan keyin bir leksiya so'zildi, ya'ni xutba o'qidi. Xutba o'qib, ey insonlar, sizlarni bir jondan yaratgan Alloh Rabbinglardan qo'rqinglar deb oxirisida
innalloha kana alaykum raqiba. Alloh sana davomli ko'rib turdi degan oyatning o'qidi, shuni tabliq qildi deydi. O'qib shuning bilan val tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Har bir odam o'zining atisi uchun, ya'ni oxirat uchun nima berganlikka qarab baqsunda bu shunday gap qilib, qandakin shundan xalqlar 1 dinar, 1 dirham, ba'zilari bir kiydigan kiyim, hatto 5 bir odam deydi. Mush xo'mi, quluq shu o'chim to'shmaydigan bir o'chim xo'mini ochib tashildi deydi. Şulan xalqlar buni ko'rib, ashundaq bir muncha sadaqatlarni, ionlarini to'plab, shu xaman ion to'planib ketdi. Shuna payg'ambar sallallohu chiroyi xushallikdan nurlanib ketdi deydi. Nurlanib ketdi. Nurlanib ketib, Rasululloh nima dedi desizlar? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha dedi. Kimki islomda tashabbuskorlik bilan bir yaxshi ishga yo'l ochib qo'ysa, bu yaxshi ishda vujudga kelgan butun yaxshilikning ajri ash tunji bo'lgan, tunji yo'l ochgan, tashabbuskorlikning maydonga chiqqan odamga bir nusxasi berildi dedi. Bu biz mushu hadisni men davomli bek yaxshi ko'radigan hadislarning biri. Bular biz Uyg'urlarga emas, bizda tashabbuskor odamlar bek az. Bir ish bo'lsa men sizga qarayman, sizlar men qaraydi. Bir-birimizni og'inib, o tashkilot deb oni qilmaydi, mo tashkilot mani qilmaydi, o falon o'qijam uni qilmaydi, boshqalarni ayib qo'yamiz. Islom deydi, sen tashabbuskor bo'l deydi. Ma hadisda nima dedi? Qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom dashadi bir iyoni yig'moqchi. Bir bechora uyda ishimiz yo'q, bir o'chim xomini chiqib tashlabdi. Xalqlar buni ko'rib, ta'sirlanib, hammasanikin banasini chiqib sadaqat qilib, xaman iyonlar yig'ilib ketdi. Shuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi: "Man sanna fil islami sunnatan hasana." Kimki islomda bir yaxshi ishni bulishiga yo'lboshchilik qilib qo'ysa deydi. Ya'ni bir yaxshiga tashabbuskor bo'lib, kim qilagini oldida sakrab tushish deydi. Bo'lsa, mushu yaxshining ajri va uningdan keyingi mush yaxshilik shu yaxshiga ergishib qolgan odamlarning butun savobliklardan bir nusxasi ash tashabbuskor bo'lgan odamga bo'ladi. Yaman ishmi o'xshash. Kimki man sanna fil islami sunnatan sayyi'a deydi. Mushu islomda bir yaman ishga yo'l boshlamlik qilib, yaman ishga tashabbuskor bo'lsa, kin shu yaman ishga ergashganlarning butun gunohlarining bir nusxasi ash yaman boshlovchiga bo'lib turadi deb mushunda degan. Demak Rasululloh mushu darajada kambag'allarga ko'ngil biladi. Ular uchun ioni to'playdi o'zining qilamasa, ya'ni ko'ngil biladi degan gap. Bu hadisda nimani ko'rib olamizga vaqtda ana musulmonlarning ahvoliga ko'ngil bilmagan yoki ularningki dadiga darmon bo'lmagan, faqat o'zininki ish bilan bo'lgan odam, ya'ni yaxshi odam emas. Buni men davomli bu Uyg'urlar buni tushunish kerak, musulmonlar o'zi tushunish kerak. Masalan, menga bir bu yerda shu Yevropa davlatlaridan gap qildi. Mushu bizda mushu Uyg'ur masalasini, mushu vatandagi zulmga qarshi turmaydigan odam bek jiq deb. Masalan, mushu hayron qolmadim, men Yevropada odatda bir Germaniyada bir 3000 odam bor edi. Ammo Yevropada namoyish shu butun Yevropaliklar yig'ilibdi, arani 2000 odam yig'ildi. Bu faqat to'g'ri emas. Ya'ni islomningki 5 kun tushgan vaqtida, musulmonlarning 5 kun tushgan vaqtida, Uyg'ur qarindoshlarining 5 kun tushgan vaqtida hamma odam tashabbuskor bo'lib, hamma odam o'zini oldin saf otish kerak. Mana bu hadisning ro'yi bu. Ammo silmang dongap, mansliga dongap, mansildan ag'rinib qilish bu hargiz bir yaxshi musulmonningki ish emas. Chunki Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Wallahi ma amana man bata sha'ban wa jaruhu ila janibihi ja'i'un wa huwa ya'lam" dedi. Alloh bilan qasamki, qo'shnisi osh yetib qolsa, uning osh ekanligini bilib turib to'q uxlab qolgan odam musulmon iymon etmagan bo'ldi deydi. Payg'ambar mu'min emas, u musulmon emas deydi. Ya'ni mening qo'shnamning beshida dad, qo'slig'ida osh, beshida bola, ustida zulm tursa, men xiyolim kelmadak, o'zimni ish bilan qolsam, men musulmonman. Payg'ambar u ma'aman dedi. Iymon etmadi, u iymonning nimaligini bilmaydi dedi. Iymon uning gelning narsaga o'tmadi deydi. Shuning uchun
Peygamber Aleyhisselam şu en mening şu Peygamber Aleyhisselam kambag'allarga qanday muomala qildi deganda musulmonlarga deb beradigan muhim bir gap bor. Bu kambag'allarning ba'zilarini bilamiz, ba'zilarini bilmaymiz shu. Mosh bilinmaganda Peygamber Aleyhisselam biladi. O'ylab boqsizlar. Bu mana bu Peygamberning ishi bakjiq Peygamber hamdi. İşi jiqmi jiq emasmi? Albatta. Shunchalar jiq turib, hech kim diqqat qilmaydigan yerga diqqat qildi. Mana bu bizning qo'mondonlarimizda, cho'nglarimizda bo'lishtirishlik bir sifatchu. Har bir musulmonda bo'lishtirishlik sifat. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday deydi. Men masjidda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning minbar bilan Oysha onamizning yotadigan uyininki orliqida tugilib yotdim deydi. Tugilib ochliqdan qo'sqimni yerga chaplab ochliqdan mushta yotatdim. Ba'zanda qo'sqimga toshni bundoq tinib bog'lab olatdim deydi. Ba'zanda ochliqdan aylanib ketdim deydi. Şo'lan da ba'zilar kelib peshonamni bundoq putini bilan linchitib baqdi deydi. Voy becharaga jin chaplashib qolibdi deb ketdi deydi. Shu darajaga ochliq tushib qoldim deydi. Endi bir kunsi shunda qo'sig'im ichib, baklam qo'sig'im ichib ketdi. Shundan Abu Bakrning qashig'iga atoyatan berib, "Ma oyatning ma'nosi nima?" deb so'rab baqdim dedi. Oyatning ma'nosini deb qo'yib ketib qoldi dedi. Umar radhiyallohu anhu qashig'i berib, "Ma oyatning ma'nosi nima?" desam, "Da" deb qo'yib ketib qoldi. Ya'ni asli maqsadim mening menda bir ochliqimni bilib, uyga bir mehmon qilamiki desam, ikkilisi buni bayqamay qoldi dedi. Yani to'g'ri Oyatdan bağı ular hayatını sormaydı da. Ha. Ularning sifatini. Abu Hurayra hayatını diyemeyenden mi? Şunçular turib. Abi bizço hazır. Maşına muhtaçlarım ügüniş gerekti ayna. Aş təcrid olsunmu men aş, men mehmon qil diyemegende şunçalik hayalıqdı. Mana bu muhtaçlar tepilgan Abu Hurayra sifatda mana var. Şunu bilan Peygamber Aleyhisselamning qashig'i hadim dedi. Peygamber Aleyhisselamning qashig'i berib Basan Peygamber Aleyhisselamda qarab man külümsirdi dedi. Qarablam qana qildi? Külümsirab meningdeki yani nim bo'lganligimni bilib oldi dedi. Chiroyimdan nim bo'lganligini bilib, "Menga ya Abahir" deb, akilatida endi Peygamber. Abahir deganda mushning dadasi degan gap. Chunki mush vaqalamroq ekan bu odam. "Menga Abahir" deb akiltib, meni keynimdan "mang" dedi. Shuna "voy bul" deb mangdim dedi. Men shuna Peygamber Aleyhisselam uyin oldiga kelib, ishini chekib, ayoldan uy kirishga ruxsat so'radi dedi. Uyisining uyiga ayoldan da ishini ruxsat so'rab kirdi dedi. Ruxsat so'radi, ruxsat berdi, uy kirdi. Kirib shuna uy kirsak, bir qachida sut turibdi dedi. Sut turgan ekan, "Ma sut nereden keldi?" deb Peygamber so'rabdi. "Bu sutni falani kishi yoki falani ayol mesela so'g'at qilib akibdika" dedi degan. Peygamber "Ha, Abu Hurayra" deb, "Abahir" berib masjiddagi ahli supini hammasini chaqirib keldi dedi. Ahli supi deganda taxminan soni 30-40 odamlar. Bular kimlar desa, o'sha Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan, yotadigan, turadigan uy yo'q yoki u bu yerdan musofirlar. Bular masjidda yotadi. Shu Payg'ambar alayhisalom o sahab bo'lsalar bir mehmon qilib qilgan kishilar. Shuna qaysam bir qajis turibdi. Berib ahli supini chaqirib keldi dedi. Abu Hurayra dedi, "Xudoyo tövbe" dedi. O'zining gapini dedi, "Xudoyo tövbe. Men issam, men aqliq emasmi? Uni chaqirib akasam nima qiladiman deb ko'nglimda ashlar deb ketdim" dedi. Oldi putim, endi shuni chaqamay desam Payg'ambar alayhisalomning buyrug'i. Oldi putimni olsam, keyni putim so'rish oldi dedi. Ya'ni mang'im kelmaydi dedi. Qo'sqimning ichib ketgan ancha. Ya Allah. Shundan berib ularni chaqirib akeldim. Ular uy kirib o'tdi. Shundan Payg'ambar alayhisalom, "Ha, Abu Hurayra sen ularni sutni opirib ularga taqdim qildim." Shuni hammasi ishdi dedi. Oxirisi qolgan chaqdan sen ishdidi, yeni issam, yeni ishdidi, yeni issam, yeni ishdidi. "Voy Rasululloh, bir kirdigan bir bo'sh o'rin qolmadi" dedim Rasululloh. Endi demak, mishada men biz Rasululloh kambag'allarga qanday muomala qiladi degan vaqtda o'ylab baqsizlarmi? Mana mishani o'rganishimiz kerak. Hozir odamlar shundoq so'rayolganlar hamma odamdan so'rayolaydi. Qan oldiman bir narsa bor, yo'q deb boralganlar hamma odamdan so'rayolaydi. Miyada biz buni so'rayolmaydiganlarni bilish. Payg'ambar alayhisalom kambag'allarga qanday muomala qildi endi
bilinmaydigan, hayo qilib xalqlardan so'rayamaydiganni biladigan saviya, ong, sapo bo'lish kerak bizda. Xo'sh. Peygambersam ham shuning uchun yani mushning o'xshash qissalarni aytijik, yani kambag'allarga muomala qilishda, yani oshkor kambag'alni payg'ambar alayhisalom albatta ko'ngil biladi. Bunda oshkorlayolmagan, ularni chiroyidan qarab, harakatidan qarab payg'ambar alayhisalom bilib, o'shandaq ular ko'ngil bildi. Xo'sh. Endi biz o'tgan bölümlerde mi sözüldük Peygamber Aleyhisselam'ın qandaq hayatda yaşaganligini. Hatta analarımızınki guvahligi bilan Rasulullah'ның uyida 3 oygacha, 1 oy, 2 oy, 3 oy o't yaqilmaydi deb so'raganda boshqalar nim bilan hayot kechirdilar deganda biz al-asvadan xo'rim bilan suv. Bunda degan bir payg'ambar hamdir. Rasululloh hargiz yuqorida sizlarga bilgandek rasmiy taqdir qilingan bir kambag'allikni yashagan biz zot emas. Burunmi shunda qo'lilikida bati, kiyimi shu to'yqandagi Xadija bilan yashadi. Mesela mushu Rasulullohning keyingi payg'ambar bo'lgandan keyingi o'zi tanlab, o'ziga qo'liq nima ekasi boshqalarga berib o'tib, uyda turg'izmay yashashi Rasulullohniki. Ama bunu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bize piqirlikni, kambag'allikni yaşagan özü de bunu qanday ifodalaymiz? Rasululloh boshdan kechirgan yaşagan mı dem yo'q? Masalan, Rasululloh boymiti, kambag'almiti degandek. Hamda Rasululloh boy deyil desak, boy deyil desak, siz billayna Rasulullohning oilasida 3 oy o't yiqilmaydi. Hatta hayot tuguguncha oxirigacha 3 kun oqaqidan qo'shiq to'yib baqmadi Rasululloh. To'yib baqmadi degan gaplar. Kambag'al deymiga desak, bu Qur'onning oyati xilop. Qur'on nima deydi? Va wajadaka ailan fa aghna deydi. Alloh seni kambag'al holatda topdi va boy qildi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xadija onamiz bilan to'y qilgan 20 to'yga to'yliq qo'ygan. Xo'sh. 20 to'yga hozir bir to'ygini 10 ming lira desak, ya'ni 200 ming lira to'yliq qo'ygan Xadija onamizga. 10 mingga bermaydi-ki. 10 mingga bermaydi to'ygini. Kambag'al deyil desak, mana shundoq. Hatto siratlar chiqdi, bir kisi kelib Rasulullohdan mol dunyo so'raganda 2 tog'ining 30 to'shqishlik tuyoq qo'ylar kallani bergan. Shuna voy, yo Muhammad iymon etdinglar, bu faqat kambag'allikdan qo'rqmaydigan odamga. Adam bu payg'ambar alayhisolamning hayotida bunda bir nima qilsa, payg'ambar alayhisolam halliq saviyada yashagan. Lekin bundaq bir yer bor. Payg'ambar alayhisolam kambag'al emasdi. Chunki bizde qaysi kun dedik, payg'ambar alayhisolam Ramazonda ne de kana Rasululloh ajwadun nas. Payg'ambar alayhisolam hamma odamdan saxiyati ajwad ma yakunu fi Ramazon. Rasululloh insonlar ichidagi eng shu hech bo'lmasa Makkadagi insonlar ichidagi eng saxiy odam edi. Ammo Ramazonda shunda saxiylashib ketadiki, shamol ulab ketadi, shamol kabi ulab ketadi dedi. Ya'ni shamoldek to'xtamay bir saxiy bo'lish uchun yanchiqda bir narsa saxiy bo'ldi. Pul boz bir narsa bo'ldi. Buningdan qaraganda Rasululloh asli bir halliq saviyada edi. Lekin Rasululloh bosh yendiki bu narsani umumiylik berib o'tadi. Buni qanday tushuniladi degan vaqtida payg'ambar alayhisolam nima dedi? Bir kunsi Imom Husayn radhiyallohu anhu bir sadaqatdan, zakatdan bir narsa yeyman debdi. Biz payg'ambar avlodi zakat yemaymiz ve biz mirasmı kaldırmayız, bizden miras kalmaydı degan şu. Peygamber ailesi miras kaldırmaydı. Şuna Fatima annemiz Abu Bakr radıyallahu Peygamber aleyhisselam ölüp gidip Abu Bakr radıyallahu anh halife o vakta Fatima annemiz dadamның mirasını ba'da o vakta dadamızın mirası yok. Çünkü dadınız biz peygamberler miras kaldırmayız. Bizden kalgan mülkümüzün hemmisi Müslümanların ammiyu mal mülkü olup gidiyor degan. Muşnungda mı oylap baksa, hazır qaysi boy. Hazır mesela şu bira reislarni tutib elib, uyni aqtolsa, necha million dollar chiqadi hamda. Shunama har qanday boshliqni tutib elib, chiriklar, uyni aqtolsa chiqadi hamda. Sveysradagi bankida boshqa adam emas, uyni aqtolsan chamdallab pul chiqolma Rasululloh. Endi qilam deb, ya'ni bu bir dunyolik uchun kelgan payg'ambar emas men uchun. Agar yani boshqalar gumon qilgandek payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, nima uchun da'vo qildi? Bir şu muş dünyada yaşaş için dava kılındı. Muş dünyada rahat için.
Hemen lekin mesela Resulullah kambag'al deyil desek, Resulullah kambag'allikdan panoh tilagan. Nima? Her bir namazdan keyin men dedim, shunama Allohumma a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal faqr wad dayn. Yani Peygamber Aleyhisselam bunu tilgan Peygamber cho'qinmalik kambag'allikni arzu qilmaydi. Andikin sahabalarning mo'sh jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahabaning 6si boyvachiladi. Mesela o'ylab baqlar Osman radhiyallohu anhu hamda bir davlatning askirini ta'minlaganda iqtisod bilan Jeyshul Usrani o 300 tөгini töge harbiy qurol yarog' va töge mindigan jangchilarning hammasining iqtisodi o'ylab baqslar gibi. Yani xuddi shu vaqtda 3000 F-16 aeroplanni setib berdi degan gapda endi. Shuning uchun to'g'ri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam normal turmushda iqtisodim bo'lgan, ammo oylab yemaydigan, ichmaydigan, yeydisi topolmaydigan kunlarim bo'lgan. Masalan, Umar raziyallohu shunday deydi. Payg'ambar alayhisalom ba'zi chog'da bir yeydiganga bir xo'mining suxmuslik narsim topolmay qo'saqlari kakirab ketadi deb Umar raziyallohu anhu aytadi. Başka bir hadisler var. Bir gün Ömer qo'sog'imni ichib ketib, talağa chiqsam Abu Bakr kelyapti. Voy, nima chiqsam qo'sog'imni ichib ketib chiqdim deydi. Qarsak payg'ambar azam kelyapti. Ey Rasululloh, nima chiqib uydan chiqlasak, sizni nima chiqaramiz, men uydan shu chiqadi deb. Yani Rasululloh biri iqtisod ba vaqtida bu iqtisodni bundaq banka hisob qo'yib, o'qib qo'yib bu emas, atrofidagi o'ziga yetkazishni ep qilib, qolganini atrofdagi musulmonlarga beradi. Va shundaqla Rasululloh kambag'allikning muddadini to'liq tatib yok, şunu savr qilib o'tgan. Shu payg'ambar alayhisalom boydayil desak, yani Rasululloh eshib qolgan bir narsa yo'q. Kambag'al deymi desak, Qur'oni Karimda dedi. Sen kambag'aldan Allah boy qil dedi. Hadicha onamizga 20 to'gib berdi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom boylikni yashagan, kambag'allikni yashagan, ammo boy vaqtida yeb ichib qilmay, normal ehtiyojini ep qilib qolganlarni. Masalan, Xaybardan Fatiha vaqtida Rasulullohga şu o'ljagan g'animatdan 5dan 1 qismini Rasulullohga tekkan. Shuningki deydi, oilasiga butun shu ayollarga 1 yil yetkizchilikni qoldirib qo'yib qolganini hammasini musulmonlarning kambag'allarga taqib bergan deydi. Yani Rasulullohning eng boy vaqtlaridan birisi mana shu. Qanday qildi? Eng boy vaqtida 1 yil yetkizchilik ta'minotni ep qilib qolganlarni shu hamon taqib etdi. Ayşe annemiz deydi, şu ta'minotni mu yine oshirib qoldik deydi. Ma 1 yillik ta'minot degani yine onu aşırı qilib, uni ortiqlarni satat qilib deydi. Demak, payg'ambar alayhisalomninki ahvoli bu endi. Shuni qaraslar, Muhammad alayhisalomninki oilasi 3 kun uda tamoq to'yib baxmagan. Muhammad alayhisalomning oilasi kunda 2 vaqt tamoq yeb baxmagan. Bir vaqt tamoq yesa, ikkinchi qatim tamoq yeyish ehtimol. Ya'ni tushda lag'ban, kechda polo yemaydi deydi. Bir vaqt tamoq yesa, kechda cho'qim tamoq yemaydi. Endi mush Rasulullah'nınki sabırchan ve chidamchan bo'lishdi ulgi ekanligi haqida. Endi Rasulullah'ning hayotini o'qisak, mushu kambag'allarga nisbatan Rasulullah'dan bak yaxshi ulgi yo'q endi. Ayni Rasululloh necha qitim masalan Uhud urushida Rasululloh qo'shiq tashdan olganligini ko'rdik deydi. Bu nima uchun qo'shiq tamal dedik? Qo'shiq chaplashib tursa, ancha bak ichib ketgan bir xil tasalli bo'ldi ekanda. Andan Oysha onamizdan sizlar bu Oysha onamiz dedi, Rasulullohning mo'risidan oylab is chiqmaydi desa, u qanday yashaytinglar desa, suv bilan xoma dedi. Bizning Uyg'urchada quruq non bilan chay degan gapda endi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Va man yasta'fif" dedi. Kimki yani yasta'fif degan, yani boshqalardan so'rashdan o'zini saqlab qolsa deydi. Alloh uni saqlab qoladi. "Va man yastaghni yughnihulloh" dedi. Kimki ash boy bo'lmasimi, boshqalardan behojat bo'lsa, Alloh uni boy qiladi deydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning uyida oylab is chiqmagan payg'ambar. Yani siz qaçınız deydi, Cibril kelib, ey Muhammed boş Mekke'nin tig'ini oltinga aylantirib beraymi degan Rasululloh. Men normal bir puhra. Yani sen padişah payg'ambar bo'lishni arzu qilamsa yoki normal bir puhra payg'ambar bo'lishni arzu qilamsa deb so'ragan. Payg'ambar alayhisalom men masalan Sulaymon alayhisalom padişah payg'ambar tayina.
Shundaymi? Payg'ambar sen podshoh payg'ambar bo'lishni orzu qilamsan yoki normal puhra payg'ambar bo'lishni orzu qilamsan? Payg'ambar men normal puhra payg'ambar, ya'ni abdun rasul, ya'ni rasulun abdu bo'lishni, ya'ni banda, ya'ni normal bir inson, ya'ni bir payg'ambar bo'lishni xohlayman deb o'ziga tanlagan. Shuning uchun mushu yo'qsizlikda yashayotganlar bir qanoat, sabrichanlik bo'libmi? Ammal boshqalarga muhtoj bo'lmaslik yo'lini tanlash, Rasulullohni o'ziga ulgi qilish. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam deydi: "Man sa'ala an-nasa amwalan takassuran" deydi. Ya'ni bir o'zining ehtiyojidan ortiq boshqalardan bir narsa so'rasa, do'zaxning shu o'tini so'rgan bo'ldi. Xolis jiq so'rsin, xolis oz so'rsin. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizningki shu kambag'allar uchun qanday ulgu bo'lsa, boylar uchun shunday ulgu. Xo'sh, endi payg'ambar alayhisolamga biz kambag'allar hojatini so'rab yoki o'zi bilib kelgan vaqtida bularga masalan bir miskinlarga, kambag'allarga qanday yordam qiladi Rasululloh? Rasul sallallohu alayhi vasallam kambag'allarga yordam qilishda ba'zida o'zi endi bir narsa bo'lsa, berib yordam qiladi. Shundan bir arabiy kelib payg'ambar alayhisolamdan bir narsa so'radi. Payg'ambar alayhisolam ba'di rozi bo'ldingmi? Men rozi bo'lmadim dedi. Sahobalar xaplab qoldi bundan. Shundan menga uyga borib, uylardan, ayollardan so'rab, "Voy bir narsa bo'ldi." U da biribdi. O adam yine ba'di bir endi rozi bo'ldim. Alloh sendan rozi bo'lsin. Dedi. Bo'lmasa boshqalardan azto'li yig'ib beradi. Boshqalardan yig'ib beradi. Lekin yana muhim bir masala bor. Payg'ambar alayhisolam bu kambag'allarga berish bilan birga ularni boshqalarga muhtoj bo'lmaydigan bir ishlarni o'rgatadi. Ish o'rgatib qo'yadi. Masalan, birisi kelib Rasululloh mening uyimda ishim yo'q, yeydiganim ichim yo'q desa, Rasululloh 1 dinar berib, menga bir palto ekagin deb paltodan birini sotib olsa, Rasululloh o'z qo'llan paltini dastalab 15 kungacha meni qishim kelmay men berib o'tini qilib sat. 15 kungacha ko'zim ko'rinma. O'sha haliq odam shu o'tinchilik bilan o'zining ehtiyojiga qarab 15 kundan kelib Rasulullohga rahmat aytib qo'yalar. Ham Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Vallazi nafsi bi yadihi li an ya'khudha ahadukum hablada." Mening jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlarning biringlar bir odamni qashiq berib, bir narsa so'rab, xolis berdi, xolis bermaydi dedi. Bunda qilgandan og'amchisini ilib, dumbisiga o'tinni atib, mushning bilan jinni boqqini eng afzal dedi. O'tunchilik qil dedi. O'tunchilik. Masalan, misalni olib qolma. Masalan, torlarda e'lon chiqdi bizda. 2000 lira maaş verdi, andaq ish var. 2000 lira ish verdi, ish var deb e'lon chiqdi, adam yo'q. Ammo falan yerda bir narsa taqdi ekan desa, xijilolmaydigan har yosh qarindoshlarimizni ko'rib qolamiz. Men to'g'ri to'g'ri emasam. Payg'ambarimiz o'tunchilik qilib, sen haqdan uni buni so'rab yurgandan o'tunchilik qilib jinoyat qilib shu inson o'g'lining eng pokiz, eng yaxshi degan narsa o'z emgaki bilan qo'li bilan qilgan. To'g'ri. Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyalloh Davud kana ya'kulu min amali yadihi. Bu hadisda bor. Ya'ni inson o'z taridan kelgandan mubak yaxshi tamoqni yemagan bo'lish kerak. Ya'ni o'zining qon taridan kelgan tamoq eng ezil tamoq. Chunki Nabiyulloh, Allohning payg'ambari Davud alayhisalom o'zining taridan yeydi dedi. Ya'ni bir payg'ambarning misol keltirib turib, ya'ni nima uchun bu yerda Davud alayhisalomni keltirdi? Sen mushtaq qilsang bir payg'ambarning yo'lini tutgan bo'lsa dedi. Haqdan tilab, haqningdan ehtiyoj yo'q jumay. To'g'ri, endi bak ehtiyoj bo'lsa bu ayb emas. Ammo kuching bo'lsa, qo'lingdan kelsa, ishlab yesang, o payg'ambarning yo'lini tutgan bo'lsa dedi. Davud alayhisalomning yo'lini tutgan bo'lsa. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tunchilik qilishga, bo'lmascha dehqonchilik qilishga targ'ib qiladi. Nima degan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila min sadaqa. Har qanday bir musulmon bir daraxtni bir mevlikdan tikib qo'ysa, undan odam yesin,
hayvonlar yesin, hatta uğurlab yesin o ecir oldu dedi. Tik küçüğe. Tik küçük ecir oldu dedi. Nim dedi? İza kana fi yadi ahadikum fasila dedi. Sizlarning biringlarning qo'lda bir ko'chat bor ekan. Tikay deb shunda inissa qiyomat qoyim bo'lib o'tibdi dedi. Agar qiyomat qoyim bo'lib ketsimi, bu kap bu qiyomat qoyim kap bu o'zim tikib olsin dedi. Nim degani? Ishla, sabab qiling. Sabab qil, ishla. Boshqalarga muhtoj bo'lib qolma, yo'linib qolma degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men degandek hunar san'at hunar san'at qilishga, mahorat o'rganishga buningga bak targ'ib qilgan. Abiy qoidasi shu. O'zining qo'li bilan yegan tomoq eng afzal tomoq degani shu o'zining qo'lidan mahoratga tayanib turib, hunarga tayanib turib yegan tomoq demoqchiman. Xo'sh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tijorat qilishga nim dedi? At-tajirus saduqul amin, ya'ni samimiy, rostchil tijoratchi ma'an nabiyyin va siddiqina va shuhada dedi. Qiyomat kunsi, ya'ni samimiy, rostchil bir tijoratchi qiyomat kunsi payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan bir darajada bir o'rin turdi dedi. Va tijoratga mavjuma, ya'ni sen bir halol tijorat qilib, jiningni baqsan, zakotingni bersan, qiyomat kunsi shu tijoratingning savobi seni payg'ambar shahidlar bilan bir maydonda qila oladi degan gap. Bu yerda payg'ambar alayhisalom nima demoqchi desa, yana boshqalarga muhtoj bo'lib qolganlikdan utunchilik qil, hunar o'rganib, hunarvanchilik qil, bo'lmas dehqonchilik qil, tijorat qil, bir narsa qil, ammo muhtoj bo'lib qolma. Demak, hamda payg'ambar alayhisalom shu kambag'allarga berish emas, ya'ni beliq tutishni o'rgatib qo'ying. Beliq tutishni o'rganib qo'ygandan bak uningga qamoqni yasashni o'rgatib qo'ying degan bir gaplar bor. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom ashunday qarab qilib ish qila oladigan, badani sog', tini sog', aqli saqlab qolsa, shunday tijorat, dehqonchilik qilishga yoki nima qilishga ashta manda yordam qiladi. Bu eng yaxshisi, taqmo go'zal yordam. Sen bir odamni bu muhtojlikdan manda darajada qutqarsang, chunki hozir 5 ko'y versang, 10 kundan keyin 5 ko'y tugaydi. Yeni muhtoj bo'ldi u. To'g'ri. Ko'pchilik rahmat. Endi oxirida mushadamda tilamchi masalasini o'tirib qildi bu adam. Ko'chlardagi tilamchilarga bir nasib berish masalasi. Endi bu tilamchilarningki asli bu tilamchi faqat islom shariatida bir kun yemaklik yetkidek bir narsa tilisi vazifasi tushadi. Undan ortiq tilasa o jinoyat bo'ldi. Shundan muhtoj bo'lib qolganlar. Endi ko'chadagi tilamchilarning hozir bizning hozirgachilik bilginimiz, ular xil odamlardan boy. Masalan, o'lib qolsa bankadan pullar chiqayotgan, uydan 3 kishi chiqayotgan, shunami? Ular tilab keyin mashinada kelib, tilab mashinada ketib qolgan. Tilamchilikni odat qilib olganlarga mencha bermaslik kerak. Bo'libmi sog'lom odam bo'lsa. Shuni lekin ular saxtapazlik qilib, ayollar bo'lsa yolg'on ballarni ko'tarib oldigan, putlarini tengib yolg'on cho'loq oldigan, mandalar bor. Andiki nurg'un davlatlarda asl ularni baqudi agar ular ma'qul desa, ularni baqudi. Shuning uchun bularga amal bor, bermaslik, berganda mana oz bir narsa. Ya'ni shu Turkiyada balkim jamilarda tilamchilarga bir narsa berish haromdir. Harom, to'g'ri shu. Shu payg'ambar alayhisalom masjidda bir narsa tilaganga bermanglar degan hadis bor. Masjidda bir narsa jutkatdi deb tovlagan, masjidda bir narsa berdi adamga narsa bersak to'g'ri bo'lmaydi. Bu to'g'ri hadisim bor. Masalan, voy mening balam jutkatgan, to'gam jutkatgan deb masjid tovlash bo'lmaydi. Masjid bir narsa tilash bo'lmaydi. Hamma men dedim, o masalan Turkiya hukumati necha qadam televizorda chiqadi. Shunama qarasa puti yo'qlarning puti chiqib qoldi. Kuzatsa 1 soat ichida tilash jarayonida 1 soat ichida 100 TL pul tepib qo'yganligini. Ya'ni demak u 100 TL deganning 2 kidir bir odamningki. Shuning uchun undalarga berganlik, bu kichik bolalarga, masalan kichik bolalar tilaydi. Bularga, andikin yoshlarga, andinkin shu yosh sog'lom odamlarga berganlik to'g'ri emas. Hem bununki bushlar ziyonkashlik qildi. Bulum kichik bolaga bersak, bolalar maktabda o'qimay, hunar o'rganmay, ana kuni oldi, shundan uning zulm, biz zulm qilgan bo'lamiz. Bular qat'iy berish bo'lmaydi.
Hani bir aksak çolak, yeşi bek çoğun kalsa, bəsim az bir iş. Demiş kalsa bu da keşke çıkıldı. Özünün ihtiyacını artık tep aldı. Biz o kişilerden ki yaman işe yardım kısa olmaydı. Tamam. Hoş, bugün programımızın ahırı keldi. Hem de ahırda sualimiz doktorxanalarda tekşiriş üçün elindəğən kan rozunu buzamdı. Elki doktorxanaga bargan çağda mı tekşiriş üçün elindəğən kanlar qandaki mikroplarını qaysı kesalar. Bunu İbn Baz rahmetullah aleyhinin fetvasida Ramazan'dan sındırmaydı degan. Odatda mana azroq aldı o qanlarni. Ammo shu jeq birisiga qon berish uchun jeq qon beramiz go. Bu singdirib qoldi degandan ba singmaydi degandan ba. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijomat qilsa ro'z singdi degan hadisga asosan hijomatim jeq qon chiqadi emasmi? Shunga jeq qon 300 gram, 500 gram aldığan qanlar olsa singdi degandan ba, singmaydi degandan ba. Ammo odatda ma Tumurdan azroq bir 3 nimada bir 200 gram qonni tekshirish uchun olgan qonga Ibn Baz rahmetullah alayh 500 gram aldı o tekshirishga. Onun singmaydi degan tahlil. Tahlil ya'ni analiz qilish uchun tekshirish uchun olgan qon singmaydi deb ayndaq. İhtiyacda mecburiyetten yani doktorun. Qon singmaydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat inshaalloh. Programımız inshaalloh oxirlashdi. Endi davomlashtiramiz. İnşallah. Allah nasip etsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi mana bu Rasululloh programmamizningki 13-soni oxirlashdi. Anglab o'tdik har qaysi mavzularda Rasulimizningki kambag'allarga, ojizlarga, fiqir miskinlarga qanday muomala qilganligi. Albatta har birimizning bu yaxshiliklar ko'payayotgan hammamiz normal kundagidan boshqacha nurg'un yaxshiliklar yo'llari echilayotgan bu muborak oylarda mana shu ojizlarniki, haqiqiy ojizlarniki beshini silab shularga ko'mchanlik qilish iyi bo'lgan bu muborak oyda shu fursatlarni bilib Rasulimizning axloqidan o'rgangan shaklda yaxshi ishlarni qilib olishimizga tilakdoshmiz. Rabbim ömür berse atiki programımızı görüşükçe sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarınlarda bu güzel mübarek aylarda bizlere şu dua kılıp koşamalı. Şimdi kalbimizin ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Kalbil muteyyem kullama salla aleyke ve sellama zâqa as-sa'â